Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun 5-mart 2025-yil. Xudo xolasa mana Konsoydagi ishimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Mana ko'rmaslar qor yoqqandi, havo juda ham sovuq edi. Shunga qaramasdan chiroyli qilib mana qo'limizdan kelgancha bitirdik. Polni mana suv tushadigan turbalargacha qo'yganmiz. Tayyorlab kelingan buni o'zimiz tayyorlaganimiz yo'q, tayyorlab kelingan. Mana ichkarilarni ko'rsataman, hozir kosmoslarni o'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar qilingan ishlarga. Kimga mana shunaqa sifatli eshik derazalar kerak bo'lsa ham mana ko'ringlar. Xohlagan fasondagi gullaringlarni qo'yib beraveramiz. Mana Adidas bo'lgan bu tomoni. Darvozamizning oldi qismi. Bu tomonlari mana. Mana aziz tomoshabinlar, kosmos fasonimiz. Juda ko'pchilik so'rayapti hozir. Kosmos narxi qancha? Mana shu kosmosimiz ko'ringlar mana 274 eniga 10 ming somon. Mana shu kosmos so'z 10 ming somon. Ko'ryapsizlar, bu yerga juda ham sifatli bo'lgan materiallar ishlatilgan. Biron bir joyiga MDF qo'yilmagan, boshqa qilinmagan, suvga chidamlik 100%, suv proteksiya ham hech nima qilmaydi. Garantiyasi bilan kosmosga. Tillalari, palasalari tillodan bo'lgan kosmosimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, sifat kachisi va birinchi o'rinda. Bu tomonlarimiz mana eshigimizni old qismiga bitta lampochka qo'yib, bunaqa chiroyli qilib dumaloqlarni qilingan karnizlari akamizning talabiga binoan. Mana shu qora bo'lgan joylari setka bo'lgan, teshik havo kirib chiqib turadi. Mana frontollarni ko'rgan bo'lsanglar, shapkamiz kelib mana qaytib ketgan. E'tibor beradigan joyi mana bu. Mana shu joyi bir xil tushgan, ikkala tomoni ko'ryapsizlarmi? Bir tomoni katta, bir tomoni kichkina bo'lib qolmagan. Mana aka bu tomonlari ko'ryapsizgan bo'lsanglar, mana frontollarimiz hammasini ko'rsataman hozir bir xil razmerda tushgan. Tarnovlarni ham o'zimiz qo'yganmiz. Mana kichkina frontonchilarga e'tibor berasizlar, mana burchaklariga adden e'tibor berasizlar. Juda ko'pchiliklarniki, ustalarniki mana bu mana shu qirradan yoqqa palasa qo'yib qo'yadi, stik bo'lib qoladi. Mana bestik bitta qilib qo'yilgan. Shu nimalarga e'tibor berasizlar mana. Ko'rasizlarmi? Bu tomoni ham bir xil tushgan. O'sha 2 soat misol 20 mi 20 tushgan. Ishi sifati, kachitasi juda ham a'lo darajada. Yana o'zingizlar baho berib qo'yaverasizlar. Ko'p gapirish hojati yo'q mana. Frontollarga ham adden e'tibor berasizlar. Bu ikkinchi uyimizni oldi mana. Mana bu frontonimiz. Mana bu frontonimiz ham o'sha ikkalarimasi bir xil tushgan. O'sha aytganimda burchalarga e'tibor berasizlar. Mana bironta burchada stik degan narsa yo'q. Bitta tunukadan chiqarilgan. Ishi sifati juda ham a'lo darajada. Hozir balandni ham ko'rsataman. Mana bu frontonimiz ham xuddi ana shunaqa. Bu chekkada fronton bo'laveradi deb qilinmagan. O'sha bir xil tushgan stillari. Mana uyimiz polni ko'rinish aziz tomoshabinlar. Ishi sifati, kachitasi juda ham a'lo darajada. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Biz doimo xizmatdamiz. Mana bu uyimizning polni ko'rinish qismi. Bu ichkari tomondan aziz tomoshabinlar, mana ko'ringlar. Frontonchalari ham 1, 2, 3, 4 ta kichkinasi, 2 ta kattasi bo'lgan. 10 yillik tajribaga bo'lgan ustalarimiz ishlashgan. O'shaning uchun mana hammasi bir xil chiqqan. Sifat, kachisi va birinchi o'rinda. Ko'ryapsizlar, o'sha aytgandek bir xil nimalari bir xil tushgan. Mana turbalari ham qo'yilgan, polni 15 ta turba qo'yilgan. Eng nimasi mana shu kosmosimiz, xudo xolasa mana. Kosmos fasonimiz. Ana shu kosmos 10 ming somon mana. Alyukarbondan ishlangan bu. Mana shu qora joylari alyukarbon bo'lgan. O'rtasi akril bo'lgan. Mana bu gullar ham akrildan o'rsteklolari qo'yilgan. Ko'ringlar, mana juda ham sifatli bo'lib chiqqan. Sifat kachisi birinchi o'rinda, birorta bir samarez, miq, piq ko'rinmaydi. Bir xillab kompressordan miq uradi, biz miq urmaganmiz umuman. Mana bu joylarga e'tibor berasizlar. Mana polni sesim po'stlarni yopib berilgan. O'sha mohir ustalarimiz tomonidan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa biz doimo xizmatdamiz. Doimo tan joyinglar sog' omon bo'lsin.